Xayrli kech o'rtoqlar. Atom odatlar kitobida James Clearning shunaqa chiroyli jumlasi bor. Agar biz hayotimizda har kuni kichik, mayda bo'lsa-da noto'g'ri, yomon qarorlar qabul qiladigan bo'lsak, o'zimizni turli bahonalar bilan aldab, ishni orqaga suraversak, noto'g'ri qarorlarni har kun qabul qilaversak, alal oqibat bu yig'ilib yirik salbiy natijalarga olib kelar ekan. Ammo shu 1% yomon natijalarni to'g'rilash uchun har kuni o'zimiz uchun kichik bir yaxshilik qilib o'zgartirsak, bu mayli haftalar o'tsin, oylar o'tsin, yillar o'tsin, baribir o'z kuchini ko'rsatar ekan. Masalan, ozmoqchi bo'lgan insonni ozish uchun juda ham ko'p vaqt talab qilinadi. Ya'ni unga sabr toqat kerak. Lekin u har kuni 1% dan o'zi uchun yaxshilik qilib bir dona shirinlikni cheklasa yoki xamirli ovqatlardan voz kechsa, har kuni kichik qadamlar amalga oshirsa, baribir o'z natijasini ko'rsatadi. Ammo shuni o'rniga mayli, hech narsa qilmaydi, bugun bittaga qolay deb 1% yomon natijani bajaraversa, u o'zi ko'zlagan natijaga erisha olmaydi. Yakub Rilsni shunaqa gaplari bor ekan. Agar men o'zimni chorasiz qolganday sezadigan bo'lsam, sangtaroshni oldiga boraman. Sangtaroshni kuzatib turaman. 100 marta toshni uradi. Qani ikkiga bo'linsinki, ikkiga bo'linmaydi. Lekin u birinchi zarbni urganida tosh ikkiga bo'linib ketar ekan. Va bu toshni ikkiga bo'linishiga sabab birinchi zarb tufayli emas, avvalgi 100 ta zarbni mahsuli bo'lar ekan. Shuning uchun hech bo'lmaganda o'zimizni hayotimizni yaxshilash uchun kichik qadamlar qilishimiz kerak ekan.